Senga boshida kulishgan, bu bola haddan tashqari fint qiladi deyishgan, hech qachon katta futbolchi bo'lolmaydi deyishgan. Lekin sen to'xtamading. Chunki har kuni boshqalardan oldin mashg'ulotlarga kelarding va ular hammadan so'ng mashg'ulotlarni tark etarding. Har bir mashg'ulotda sen o'zing bilan o'zing raqobat qilding. Kechagi Krishtianu bugungisidan yomonroq bo'lish kerak emas edi. Sen shu tamoyil bilan yashading, Krishtianu. Sen bizga shuni o'rgatdingki, talant yetarli emas, mehnat shart. Sen yoqtirmaydiganlar ham buni tan oladi. Chunki sen mehnat bilan tarix yozding. Sen bosimdan qo'rqmading, aksincha bosimni yoqtirding. Oxirgi daqiqada penalti, millionlab ko'zlar senga tikilgan payt, mana shu daqiqalar seni tiriltirardi. Qancha marta yig'lading, qancha marta tanqid eshitding, qancha marta hushtak chalishdi. Lekin sen har safar qaytding. Yana ham kuchliroq, lekin sen yana gol urding, yana rekordlarni sindirding, yana tarixga kirding va har safar bitta narsani isbotlading. Och odam hech qachon to'xtamaydi. Men seni faqat yutuqlaring uchun emas, mag'lubiyatlardan keyin qanday turib ketganing uchun ham hurmat qilaman, Krish. Ko'zlaringdagi alam bilan, ichingdagi olov bilan yana maydonga qaytganing uchun ham hurmat qilaman seni. Krishtianu, sen ko'pchilik uchun shunchaki futbolchi emassan. Lekin biz uchun bu hayot darsi bo'ldi. Qachonki charchab qolsak, seni eslaymiz. Qachonki taslim bo'lgimiz kelsa, seni eslaymiz. Qachonki hamma narsa qarshi bo'lsa, yana seni eslaymiz. Chunki sen bizga shuni ko'rsatding. Inson o'ziga ishonsa, butun dunyo qarshi tursa ham uni yutish mumkinligini. Bir kun kelib sen futbolni tark etasan. Stadionlar jim bo'lib qoladi. Lekin sen qoldirgan iz hech qachon o'chmaydi. Chunki sen faqat gollar emas, ruh qoldirding, Krish. Bu xat shunchaki muxlislardan futbolchiga yozilgan so'zlar emas. Bu bir avlodning minnatdorchiligi. Rahmat, Krishtianu. Mana yaqinda 41 yoshni ham qarshi olasan. Bu balki futboldagi so'nggi onglaringdir. Lekin men shu seni so'nggi onglaringni, so'nggi gollaringni ko'rayotgan baxtli muxlisingman. To'g'ri, bir tomondan bu quvonchli, lekin bu so'nggi onglaring ekanligini o'ylasam, mayli, shunday bo'lsa-da, senga rahmat. Rahmat, hech qachon taslim bo'lmaganing uchun. Rahmat, bizni ham kuchli bo'lishga majbur qilganing uchun. Sen tarixsan, sen motivatsiyasan. Sen Krishtianu Ronaldo.